Ushbu videoni tomosha qilishni boshlaganingizda avval kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki Avtomashina Channel sizga eng yangi avtomobil va mototsikl texnologiyalari haqida aniq, ravon va doimiy yangilanib boradigan ma'lumotlarni taqdim etishga intiladi. Bugun siz bilan Honda Goldwing 2026 modelining texnik imkoniyatlari va funksiyalari haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu model nafaqat qulaylik va qudratni mujassam etadi, balki uzoq masofali sayohatlar uchun mo'ljallangan eng zamonaviy touring mototsikllardan biri sifatida yanada rivojlantirilgan. Honda Goldwing har doim premium sinfda yetakchi bo'lgan va 2026 yilgi versiya esa bu an'anani yanada mustahkamlaydi. Ayniqsa, uning yangi elektron boshqaruv imkoniyatlari, qudratli dvigateli, takomillashtirilgan suspenziyasi va haydovchi uchun yaratilgan maksimal qulayligi uni bozordagi eng raqobatbardosh modelga aylantiradi. Honda Goldwing 2026 modeli yangilangan aerodinamik tuzilma bilan ishlab chiqilgan bo'lib, shamol qarshiligini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu haydovchiga yuqori tezlikda ham barqaror boshqaruv imkonini beradi. Mototsiklning yuragi sifatida xizmat qiluvchi 6 ta silindrli 1833 kub santimetr hajmdagi dvigatel yanada silliq ishlash, kuchli tortish va kam yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Ushbu dvigatel uzun masofalarda ham o'z quvvatini barqaror saqlaydi. 2026 yilgi modelda transmissiya tizimi ham takomillashtirilgan bo'lib, uzatmalar silliq, aniqlik bilan almashinadi va barcha haydash rejimlarida maksimal qulaylik yaratadi. Qulaylik Goldwing seriyasining eng kuchli tomonlaridan biridir. 2026 modelida o'rindiqlar ergonomik tarzda qayta ishlab chiqilgan, haydovchi va yo'lovchi uchun yanada yumshoq va keng joy taqdim etadi. Istiladigan o'rindiqlar, yon sumkalar uchun keng saqlash bo'limlari, zamonaviy audio tizimi va Bluetooth ulanishi uzoq sayohatlarni yanada maroqli qiladi. Boshqaruv panelida joylashgan yuqori aniqlikdagi sensorli ekran navigatsiya, yo'l holati, musiqani boshqarish va boshqa ko'p. Avtomashina Channel har doim sizga eng ishonchli texnik sharhlar, qiziqarli taqqoslashlar va global avtomobil hamda mototsikl bozoridagi eng yangi yangiliklarni taqdim etishda davom etadi. Agar siz Honda Goldwing 2026 haqida yanada ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizning kanalimizda qoling va barcha yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Shu bilan birga Honda Goldwing 2026 modelida haydovchi tajribasini yanada boyitish maqsadida bir qator yangi elektron yordamchilar joriy etilgan. Masalan, aqlli rejimlar tizimi haydovchining uslubiga qarab dvigatel javob berishini avtomatik o'zgartiradi. Eto, touring va sport rejimlari har bir yo'l sharoitiga moslashgan holatda ishlaydi. Bunda dvigatel boshqaruvi, tormoz taqsimoti va suspenziya sozlamalari mos ravishda kuchayadi yoki yumshaydi. Bu nafaqat qulaylikni oshiradi, balki yoqilg'i sarfini ham optimallashtiradi. 2026 yilgi modelning multimedia tizimi ham sezilarli darajada yangilangan. Endi yuqori aniqlikdagi audio chiqishi, kengaytirilgan bas balansi, 2 ta Bluetooth ulanish porti va yangilangan ovoz buyruqlari funksiyasi mavjud. Navigatsiya tizimi esa real vaqt rejimida yo'l harakati haqida ogohlantirishlar beradi va eng qisqa marshrutni tanlash imkonini yaratadi. Bu uzluksiz va xavfsiz haydash jarayonini ta'minlaydi. Shuningdek, yon sumkalar va orqa bagaj qutisi yanada mustahkam materiallardan tayyorlanib, uzoq safarlarda ortiqcha yukni oson tashishga imkon yaratadi. Honda Goldwing 2026 haydovchi uchun personalizatsiya imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Rangi, qanot detallarining qoplamasi, o'rindiq materiali va hatto audio tizimning ichki sozlamalarini ham xohishga ko'ra o'zgartirish